Ba'zan eng buyuk kashfiyotlar tasodifan sodir bo'ladi. Masalan, pensilin. 1928-yilda britaniyalik olim Alexander Fleming o'z laboratoriyasida tajriba o'tkazayotgan edi. Ammo u bir necha bakteriya koloniyalarini unutib qo'yadi. Bir necha kundan keyin esa u shok holatida edi. Sababi qoldirilgan idishlardan birida bakteriya o'rnida g'alati yashil mog'or paydo bo'lgan edi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu mog'or atrofidagi bakteriyalar nobud bo'lgan edi. Fleming buni tekshirib, yangi modda pensilinni kashf etganligini tushunadi. Bu tasodifiy hodisa tufayli tibbiyotda inqilob yuz berdi. Pensilin minglab kasalliklardan insoniyatni qutqara oladigan birinchi antibiotik bo'ldi. Bugungi kunda pensilin tufayli millionlab odamlarning hayoti saqlab qolingan. Shunday qilib, unutib qoldirilgan bakteriyalar dunyoni o'zgartirdi.